Anvar Anyan shahrini bilasiz-a? Seulga juda ham yaqin va juda ham tinch, yashash uchun tinch shaharlardan bittasi. Shu Anyanda ham zo'r universitetimiz bor. Kelinglar, nimaga kelmayapsizlar shu yerga? Shu universitetni demak 1 yillik kontrakt oladi bular. 1 yillik kontraktda 5 million 380 ming won, dollarda hisoblaganda 3720 dollar chiqyapti. Ushbu universitet ham O'zbekistonga borib suhbat qiladi. Yaxshi talabalar bo'lsa borib, ya'ni yaqinda bitirgan yoki bitirgandan uzoq bo'lgan bo'lsa ham nima qilganini ko'rsata oladigan, moliyaviy jihatdan zo'r bo'ladigan talabalar bo'lsa bemalol topshirishlari mumkin. Buni nimasi yaxshi? Bular uchuvchilarni ham tayyorlaydi. Chiroyli qizlar. Stюардessalik bo'yicha, uchuvchilik bo'yicha juda ham zo'r fakultetlari bor, montaj sohalari bo'yicha ham bor. Shuning uchun kim shu sohalarga qiziqadigan bo'lsa, til kursiga kirsa, demak 6 oy 1 yildan keyin osongina o'tib ketishi mumkin. Biz bitta talabamizdan o'qiyapti. Bir dona talabamiz kelgan. Juda yaxshi, ya'ni negativ fikrlar yo'q. Urug'likka kelgan bitta talabamiz juda ham. Biz Anvar bilan borganmiz, mana shu yerda gapirib o'tib ketaman. Men qiz bola bo'lib turib, meni og'zim ochilib qolgan. Shu chiroyli qizlar, stюардесса qizlar kiyimlarida meni og'zim ochilib qolgan. Anvarning mana shu og'zi ochilib qolgan shekilli. Endi rosa ham chiroyli qizlar o'qiydi. Juda ham ko'rib hayron qolganman. Juda ham universitet juda ham chiroyli. Samolyotlarni ko'rganmiz. U universitetimiz juda ham menga yoqqan, ta'sirot katta bo'lgan universitetdan. Shuning bemalol kelishinglar mumkin. Bularga mana shu mart oyini oxirigacha qabullar qiladi. Shuning uchun Zudlik bilan International kompaniyasi murojaat qiladi.